Dam olishga borganingizda siz uchun eng muhim narsa nima? Men uchun komfort, servis, tinchlik, xotirjamlik va chiroyli tabiat. Ayniqsa u joy tog'lar bag'rida va umuman antenna chiqmaydigan joyda bo'lsa. Biz qatga kelganimizni menimcha uje topib qo'ydinglar. O'sha hammaga mashhur bo'lgan Gulkam Resortga keldik. Havosi juda ham toza. O'sha men xohlagandek servis va komfortni vысшем уровне. Maza qildim. Aytgancha yana bir narsani aytib o'taman. Zavedeniya egasini fokuslariga gap bo'lishi mumkin emas. Xalqaro standartlarga to'liq va a'lo darajada javob beradi. Qizlar bilan yoki oilaviy kelishga ham juda ham zo'r. Ayniqsa hammomlari, basseynlari, hamma joy toza. Keyin maza qilib rutinalarimi qilib oldi. Chiroyli bo'lib uxlashga yotdi. Tong soat 6 da ko'zim ochilib qarasam, shunaqa zo'r quyosh tushib turibdi. Undan keyin ozgina uxlab, yana balkonga chiqdim. Shunaqa chiroyli, zavtraklarini aytmaysizlarmi? Bilaman, bu joyga siz ham borgingiz kelib qoldi. Bu videoni kim bilan bormoqchi bo'lsangiz, o'sha insonni o'ziga yuborib qo'ying.